götürüp al bir iltimasım Özbekana kuylegin Dilde dertni tökme görsen Özbekana söylegin Dilge batmaz kuyni boshlar qalbimi muzlatmagin O'zbekona ko'hna ruhim o'zgaga o'xshatmagin garchi yayrab o'ynasang-da O'zbekona o'ynagin Sen tug'ilgan bir diyar bor misli jannat bog'lari o'ynab o'sgan Najmiddinov Ziyovuddin Shokirjonovich 1955 yilning 5-oktyabrida Andijon shahrida oddiy ishchi oilasida tug'ilgan. U 1972 yilda Andijon shahridagi 27-o'rta umum ta'lim maktabini bitirgan. 1980 yilda hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetini filolog, o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. U 1972 yildan o'z mehnat faoliyatini boshlagan. 1998 yildan badiiy ijod bilan jiddiy shug'ullanishga kirishgan. 1991 yildan to nafaqaga chiqqunga qadar, ya'ni 2015 yilgacha Andijon viloyati yoshlar drama teatrida adabiy bo'lim mudiri bo'lib ishlagan. U o'z kasbiga bo'lgan mehr-muhabbati tufayli jamoa a'zolari orasida ham, viloyatdagi she'riyat muxlislari orasida ham hurmat va e'tibor qozona oldi. O'tgan davr mobaynida u dramaturg sifatida 10 dan ziyod sahna asarlarini yozdi. Jumladan Mo'jizalar olami yoxud Sanoyi nafisa, Zanjirband she'r, Gesa burida yoxud Qirqilgan kokillar, Adolat tug'ini baland tut yoshlik, Boqivoy va Soqivoyning sarguzashtlari asarlari o'sha, ya'ni yoshlar teatrida sahnalashtirildi. Andijon viloyati Lola Qo'g'irchoq teatrida esa Alla jonning rohati ertak spektakli sahnalashtirilgan. Bundan tashqari Sizga talpinaman, Sog'inch deb nomlangan she'riy to'plamlari, Zanjirband she'r drama to'plamlari, Muhabbat navolari g'azallar to'plami chop etilib kitobxonlarga taqdim etildi. Uning bir necha telenovellalar ham Andijon viloyati yoshlar teleradiokompaniyasida tasvirga olindi va tomoshabinlarga namoyish etildi. U 1991 yilning 1-sentyabridan 2018 yilga qadar 27 yil mobaynida uzluksiz viloyatda o'tkazilgan barcha viloyat tadbirlari, asosan Mustaqillik va Navro'z umumxalq bayramlarida ssenariy muallifi sifatida faol ishtirok etib kelgan. Bundan tashqari u bir parda 8 ko'rinishli Najot yo'li Navoiyda majoziy musiqalashtirilgan dramani yozib tugatdi va Andijon viloyati musiqali drama teatrida taniqli rejissyor Isoqjon Ergashev tomonidan sahnalashtirildi. Uning bulardan tashqari hali sahna yuzini ko'rmagan bir necha dramatik asarlari ham mavjud. Jumladan Andijonim she'riy dramasi, Zahiriddin Muhammad Boburga bag'ishlangan Yurt sog'inchi, Boborahim Mashrabga bag'ishlangan Shohi Qalandar she'riy dramalari, Sherali Jo'rayev xotirasiga bag'ishlangan Kuydi jonim kuydi dramasi, 7-qovurg'a komediya asarlaridir. Uning kamtarin mehnatlari qadrlanib, Ziyo Najmiy 1992 yilda hukumatimiz tomonidan Mustaqillik esdalik nishoni bilan taqdirlangan. Ha, bu o'sha
O'zbekiston Yozuvchilari uyushmasining a'zosi, O'zbekiston Teatr arboblari uyushmasining a'zosi, shoir va dramaturg kamtarin inson Ziyo Najmiy. ijodiy kechasiga barchangiz xush kelibsiz deymiz. Bugungi ijodiy kechani ochib berish uchun sahnaga Andijon viloyati musiqali drama teatri rahbari, O'zbekiston madaniyati va san'ati fidokori ko'krak nishon sohibi Bekzodbek Kamoldinovich Hamidovni taklif etamiz. Marhamat. Bor qalb qo'rini, mehrini, sog'lig'ini, bor tashvishlarini shu teatr san'atiga baxshiydi etgan serqirra ijodkor, yuqorida bir necha yo'nalishlarini sanab o'tdilar. Haqiqatdan bugungi kunda nafaqat xalqimiz orasida Ziyo Najmiy taxallusi bilan sizlarimiz Yoshlar teatri direktori Halilullo Jo'raboyev sizlar ruxsatinglar bilan endi ustozimiz professor san'at va madaniyat institutining pedagogika fanlari doktori Ramziljon Qodirovni badiiy maydonimiz markaziga taklif etsakda, men xohlagandimki, menga birinchi marotaba shu san'at sirlarini o'sha dargohda, o'sha Ziyo maskanida ta'lim bergan ustozlarim bilan mana shunaqa qutlug' ayyom kunlarda teatrimda baribir bir kuni diydorlashamiz deb orzu qilib yurardim. Bugun orzularimga yetadigan kun ekan, 2 emas 3 karra bayram desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ustozimni sahnamizda taklif etgan holda birgalikda ustozim bilan yubillarimiz ajoyib ijodkorimizga zarchoqlarni birgalikda kiygizib berishni so'rab qolaman. degan shart qo'yganmiz. Bari 2 oz gapirmasam bo'lgan ustoz mana Bekzod deydi. Ustoz ekan, yaxshi tarbiya bergan ekanda o'tgan yili men ustozim Mamat Hamidovichni 70 yillik yubileyini Nariy teatrida direktorligida qilib bergandim. Duolarini olgandim. Endi bu yil mana shu Bekzod deydi tashabbusi bilan o'zidan chiqqan holatda shuni qilaylik degan taklif bilan chiqdi. Mana shu taklifi bilan shu tadbir bo'lib o'tyapti. Bu yigitga yaxshi tarbiya berilgan ekanda, bizni ko'nglimizdagi birovga aytmaydigan narsalarimizni bilgan holatda o'zi tashabbus ko'rsatib, biz duolarimizni olyapti. Hammalar hali ehson paytida albatta bu yigitni haqqiga ham duo qilyapsizlar. Azizlar, bugun endi qo'shaloq bayramimizga o'zi mana meni kursdoshim, Yoshlar teatrining direktori Halilullo Jo'raboyev bilan birgalikda o'sha san'at va madaniyat institutida hali qo'shida birgalikda faoliyat yuritmayotgan O'zbekiston davlat san'at instituti bo'lgan paytda bizga o'sha dars berib, san'at sirlarini o'rgatgan bugungi kunda
bir necha prezident administratsiyalar yuqori lavozimlarda ishlab berib, bugungi kunda ana shu dargohda rektor vazifasini bajarayotgan ustozimiz Nodirbek Sayfullayev Baxtiyorovich tashrif buyurishi kerak edi. Memorandumni birgalikda imzolashimiz kerak edi. Endi biz tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz. Ustozimiz ijodiy safarda bo'lib qolganligi sababli ustozimdan iltimos qilib qolaman. Nodirbek Baxtiyorovich uchun ham mana shunday madaniy aloqalarni yo'lga qo'yib, o'zlari tashabbus bilan chiqib, bekzorki shu narsalarni yo'lga qo'yishlik bilan mana bugungi kunda prezidentimiz olib borilayotgan dual ta'limni yo'lga qo'yaylik. Teatrlardagi hamkorliklarni yo'lga qo'ymasak, ertada u yerda bitirib kelayotgan hamma yosh talantlarni, iste'dodlarni mana teatr quchoq ochib kutib oladigan holatlarni berganim uchun ham yana bir bor navbatdagi ustozimga ham katta tashakkurlarimni izhor qilaman. Shu tashakkurnamani albatta ustoz o'zingiz yetkazib berasiz ustozimizga degan umiddaman. Madaniyat va san'at sohasini rivojlantirishda o'zbek teatri san'atida o'ziga xos ko'p yillik samarali ijodi hamda viloyat va respublika miqyosidagi tadbirlarda ijtimoiy faol ishtiroki orqali yosh avlodni ona vatanga sadoqat, yurtga muhabbat ruhida tarbiyalashdagi madaniy va ma'naviy xizmatlar va faol tashkilotchilik uchun O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektori professor Nodirbek Baxtiyorov Sayfullayev teatrimizni tashakkurnomasi bilan tabriklanadi. Mana shunday tashakkurnoma bilan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti professori Ramziddin Qodirov taqdirlanadi. Haqiqatda bayram ekan bugun. Haqiqatda bayram ekan. Yaqinroq kelgin, ommaga tanishtirib qo'yasizlar. O'zimni Ramno ukam, tug'ishgan ukam Isfandiyar Hamidov bugungi kunda xuddi men ustozlarim etagini usholmay Toshkentda qola olmadim. Lekin Andijon o'g'loni ekanligimdan ham hozirgacha faxrlanaman. Andijonimda ustozlarimning ta'limini olib, shu yerda madaniyatni yuksaltirishda xizmat qilib kelmoqdaman. Bugungi kunda meni ukajonim o'sha yerda ustozlarimni etagidan tutib, san'at siri asrorlarini o'rganib, bugungi kunda san'at va madaniyat institutida sahna nutqi kafedrasida dars bermoqdalar. Hamda ustoz yonlarida zabardast ustozlar bilan birgalikda o'sha iste'dodli, umidli pedagog sifatida ta'lim bermoqdalar yosh avlodga. Yaqindagina o'sha PhD doktorantura yo'qlar bugungi kunda shu dotsent lavozimlarini olgan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti dotsenti Isfandiyar Hamidovga tashakkur bilan sahnadalik paytida ustozim Ramziddin Qodirovga tabrik uchun ikki og'iz so'z berish iltimos qilib qo'ygan bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Ustozning 70 yoshli tavallud ayyomlari bilan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining rektori nomidan va barcha professor o'qituvchilar nomidan, shaxsan o'zim nomidan va mana shogirdlarim nomidan chin qalbimdan tabriklayman, muborakbod etaman. Bugungi 70 yoshlik to'ylari qutlug' bo'lsin. O'zbek xalqida bu so'zni aytsam meni bu yerga ijodkor ahli to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Agar to'y qilsang, to'yga hamma aytganlari kelavermasa xafa bo'lmaydi. Ammo aytmagan odami kelsa, obdan xursand bo'ladi. Chunki buni Alloh yubordi deb qabul qiladi. Ustoz bizni o'zi yubordi.
nasibida deb o'ylayman. Muborak bo'lsin. Ustoz tashrifimiz uchun endi ijodiy safarga otlanish kerak edi. Sizlarni davom etmasliginglarni ustoz. Rahmat. Teatrimizda ko'rganimizdan keyin mamnunmiz. Endi mana shunday ajoyib fursatdan foydalangan holda sizlarni davomiy qarshidagilar savdo sohasida ularga o'zimizni atagan sovg'alarimiz bor edi. Qirg'iz Respublikasining Oloy musiqali drama teatri ijodkorlarini direktori bilan do'stimizni hamda Qirg'iziston xalq artisti Almuqul akamizni badiiy maydonimizga taklif etamiz. Marhamat. Madaniyat va san'at sohasini rivojlantirishda o'zbek teatri san'atida o'ziga xos ko'piyli samarali ijod hamda viloyat va respublika miqyosidagi tadbirlardagi ijtimoiy faol ishtirok orqali yosh avlodni ona vatanga sadoqat, yurtga muhabbat ruhida tarbiyalashdagi madaniy ikki qardosh xalqni madaniy va ma'naviy xizmatlarda faol tashkilotchiligi uchun Qirg'iz Respublikasi T.Ajribayev nomidan Oloy musiqali drama teatri teatrimizda shaklini olishdan haqida Salamat hurmatli zamondoshlar. Assalomu alaykum muhabbatlar. O'zlarimiz bor ekan, bandil bo'lamiz. Bola chaqani avaycholarni qanaqadan suvdadigan kunlarda soatlarda minutlar. Biz memorandumlar tuzish bo'yicha biz ziyoratga kelib ketamiz deganimiz 2 oy bo'ldi, soati bugun chiqdi. Bugun Aqsakal'ın üyelerine doğru gelip kalmışız. Bunda Beyzat Kanakamızdan küçük günlere sizler yaxşı olmazsa alakalı çıkarmaya durduk. Ama aydık bülgürde bizde Kırgızlar'da 50 yaş değil orada onu dep var. 70 saatka jetsem ondan iyi cumhurasın diye. Demek siz var müttasaydan 70'e çıkıp diyor. Müttasaydan 70'e indi çıkıp diyor. Ziyaretten ki indisi. 70'e indi çıkıp da. Endi bu kişinin mehratimiz bilemiz, dramaturg katarı, şair katarı. Şairlerden yüreğe juda nazik, endi bular lirik yüreğlerde. Şunun için biz bir kartina ala geldik. Yüreğimiz güller olup, güllerinin üstüne alıp, hani bal arılar yapmayolsun, asar bakılarına. Şunday hayatta şirin şirin narsalarni okuyup bizga yozib yuraveradi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men ustodim aytganday chindab chaqirib olgan qo'noq Xudoydan degandek yaxshi marakaga kelib qoldik. Ag'ay sizga chindan sog'lik, uzun ömür. Bundan narida charchabamiz, qarabamiz. Ushul ortingizdaagi o'g'il qizlaringizlarga Peşinizde çay içip yürüyünce daha bir 50-60 yıl nasip olsun. Kutuktayız. Rahmat aziz mehmonlar, yana bir bor davom qarsaklar bilan o'tib Azizlar,
rasman bugungi mana shunday ajoyib shodiyonamiz, to'y tantanamizni, tabriklar, dadiskorlar qismini ham ochib oldik. Barchangizga a'lo kayfiyat tilaymiz, yoqimli tomoshalarni tilaymiz. Nafaqat tabrik so'zlar bilan birgalikda ustozlardan bu yerda bir juft qo'shiqlar, bu yerda ustoz umri davomida shu yaratgan endi farzandi deymiz, o'sha asarini sahnalarda ijod namunalari sifatida tayyorlagan ijodkorlarimiz ham o'z navbatini kutib turibdi. Yana bir bor sizni Ziyoga qutlug' yoshingiz bilan tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ravering. Haqiqatda yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, men faxrlanib, ichim to'lib, his-hayajonga to'lib bemalol ayta olaman. Bugungi kunda Andijonimni shu madaniyat san'at sohasida yuritayotgan eng baxtli, eng omadli ijodkorlardan biriman desam mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, o'tgan yili mana ustozimiz yoshlar teatrida ilk rahbarlik faoliyatini boshlagan maskani men uchun qadrdon joy. Ana shu joyda barpo bo'lishida bor mehri, muhabbatini safarbar qilib yoshlar teatr bo'lishida, tanilishida tamam toshini qo'ygan ijodkorimiz Mannan Hamidovda yubiley tantanalarini o'tkazgan ijodkorlar. Bundan masalan faxrlanadi. Mana albatta yelkama-yelka turib yoshlar teatri bo'lishida birgalikda ijod olib bordinglar. Bitta kemada shu katta teatrda faoliyatida ham bu yerda ijod sohasida olib borgan. Ijodkor sifatida endi taqdir azal ekan, nasib ekan, sizni ham mana shunday ajoyib qutlug' yoshingizda yubiley to'y tantanangizda o'tkazishga bir yaratganni egan o'zi sababchi qilgani uchun yaratgandan juda ham katta minnatdorman. Xudo xolisa xohlaymanki bundan buyog'iga ham qolgan ijodkorlarimni mana shunday yubiley to'y tantanasida doim hammanglar sizlar bilan baqamti ko'pchilik bo'lib to'y tantanasini o'tkazish menga ham sizlarga ham nasib qilaversin. Kattakon rahmat taklif etganlar. Yana bir bor tabriklaymiz. Borangiz qutlug' bo'lsin. Rahmat kattakon. Barcha mehmonlarga biz ham tashakkurimizni izhor etamiz. Dilda ziyo borki, umr sarafroz. Mayli u hamisha baxt bilan to'lsin. Ey aziz ijodkor, ey aziz ustoz, bu kun tavalludingiz muborak bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Bugun ijodkorni nafaqat tabriklaymiz, balki ijod namunalaridan ayrim lavhalarga nazar tashlaymiz desak mubolag'a emas. Shunday ekan, xosli e'tiboringizga taniqli rejissyor Alisher Asqarov tomonidan aynan ushbu teatrda sahnalashtirilgan Momoyi Turon Nodir Eldarovning hayoti va ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan Qirqilgan kokillar spektaklidan ozgina lavha e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Men ham tush ko'rdim. Shunda qadar borimiz meni chorlaymish o'z yonlariga. Men qo'chay deyman, o'lik oyoqlarim meni boshlar emish uzoq tomonga. Yo Rabbi, nahotki. O'g'lim, tushingiz shaytonning vasvasa xolos. Allohim yaxshilikka yo'ysin tushingiz. Yaxshilik begona menga. Boshimni kundaga qo'ymog'im aniq. Farishtalar omin deydi. Har bir niyatga. Bunday yomon niyat qilmaysiz o'g'lim. Mag'lub shoh holati hammaga. Bizlar mag'lub bo'ldik. Saltanat vayron. Qanday yaxshiliklar bo'lsin shu hol. Agar biz vaz ketsak, shu toji taxtdan, balki aylagay bizni amir ham. Onajon, qaysi shoh bu dunyoda o'zini roziligida toji taxt davosidan voz kechib ketgan. Shuni hamshalarda bunday yolg'onga. Yolg'onga? Yolg'onga. Nasrulloh bilganki, men tirik qolsam, qo'lda qilich bilan bir kun albatta uning boshi uzra paydo bo'laman. Shuning uchun u meni qatl etishsiz. Nomus shaytondir. Nomus bo'lmay borib, balki
yo'liga qarab rayga ko'zilib o'tkazganimcha Tangri muruvvatini eshiklarini o'zim o'z qo'lim bilan yopganim aniq. Kim avom tarafini olib so'z aytsa, uni mamlakatdan quvg'inaydi. Otamning ishonchli, adolatparvar beklarini band etdim, hududini qatl etdim. Bugun yelborimdan tutgan bu kilfa minglab avom xalqning ko'ksidan chiqqan la'nat va fig'onin kasrasi. Chunki o'z yeriga zahmat yog'dirgan, mehnat mashaqqatla xalqni qiynagan mendek marhumga muruvvat bo'lmas. Na ushbu dunyoda, na u dunyoda. Oh, bolam. Bir kunda shunchalar urg'aysiz. Avvalroq shularni o'ylaganingizda balki boshimizga bu kulfatlar yog'ilmagan edi. Balki siz tushkunlikka tushmang. Hali umidimiz bor. Umidimiz bor? Ha. Eningiz. Ammo u sizdan ko'p xafa. Qo'yib boring, gapirma, qo'yib boring. Xabarda bo'ldingizmi, bolam? Men affeting onajonim. Sizni yolg'onidan qutqara olmadim. Noshud o'g'lingizning gunohini kechiring. Bunday demang, bolam. Sizda ayb yo'q, turing o'g'ling. Taqdiringiz shunday bo'lsa, ne ilojimiz bor? Yov bilan qattiq qolishdim. Shafqatsiz jang qildim dushmanlar bilan. Akamdek o'zimning ixtiyorimni Amir ayog'iga yiqilmadim deng. Qandoq tushunsangiz, shundoq tushuning. Go'yoki sen bormi? Men qo'rqoq va ahmoq bir odamman, shundaymi? Bilmadim. Bilasan. Bilib turib atayin shunday deyapsan. Ataylab desam, gapim yolg'onmi? Taslim bo'lganingiz yovlarga jangsiz, butun el og'zida bugun afsona. Qo'rqoq avboshlari onamiz uchun jon olib, jon berib jang qilsalar, siz bo'lsa qaysi bir qora mahramdek qasamxo'r kimsaning maslahatida bandallar sizni o'z-o'zingizda. Axir bu Umarxon nasliga sizoq. Bas qiling. Bu bema'ni mojaro. Hech bo'lmasa, bugun janjallashsangiz, uy bandisi bo'ldik. Xalq uzra kishan. Siz bo'lsa, hech kelmaysiz murofiga. Bolalikdan buyon ikkingiz doim adovatdasiz. O'tgan umrim bo'yi sizlarni yarashtirmoq uchun yashadim desam, kim yolg'on demoqqa botir? Ayting, kim? Siz bo'ling. Akangizga ko'plab ta'na qilavermang. Onajon, axir bu tanimas, ayni haqiqat. Bas qiling. Ayb bo'ladi. Qo'yavering. Mayli gapirib olsin. Gapiraman ham. Ayb bo'lsa, avval akam yursin. El yurtning oldida yurgan gap so'zlar asossiz beyo'ron emasdir axir. Otamning kaliza Oypodshoxonga uylarman deya ahd qilganmisiz? Pinhon uylarsiz. Mana oqibat. O'ylamay qilgan shu nafs ishingizdek butun mamlakatga kulfat yoqdi. Shunga desa kerak, birniki minga, mingning kasofati tumanga deya. Bas qiling dedim. Hech bo'lmasa, meni oldimda o'zingizni bosing. Biroz uyaning o'g'lim. Nima? Gapim yolg'onmi? Yo'q. Gaplaring yolg'on emas, ayni haqiqat. Haqiqatan jondir. Lekin, onajon, nafsim balosiga uchganligim rost. Yo'q, unday demang. Ukangizni gaplari ochib aytsam, to'g'ri emas siz o'ylagandek. Amir o'z qilmishlarini oqlamog'iga bu gaplar oddiy bir niqobdir xolos. Uning yurishning ildizi chuqur. Mavara nahrini butunlay qo'lga olmoq uchun jangni boshlagan aslida Amir. Oxiri maqsadga erishdi ham. Men uning niyatim bilan emasman, ammo onajon, kurashmoqlikka qo'rqoqlik qildim, qo'rqoqlik.
uchun yig'lamaganmish. So'ng suyukli farzandi ham o'libdi. Podshoh shunda ham yig'lamaganmish. Ancha vaqt o'tgach, xondoshginasi bevaqt falokatdan vafot etdi. Shoh shunda dod solib yig'lab kuchini oldi. Undan so'rabdi: "Ey shohim, xotiningiz o'ldi, yig'lamadingiz. Farzandingiz o'ldi, yig'lamadingiz. Iningizga buncha dodvoy qilasiz." Shunda shoh dod solib arkon davlatga aytgan ekanki, xotin yo'qda, uni topmog'im mumkin. Xudo bersa bola berda buni ham topmog'im mumkin. Lekin jon jigardan bo'lgan, bir qorindan talashib tushgan jigarimni, ilimni qayerdan topaman? Shunda hamma Alloh to'g'ri. Bizlar ham jon jigarimiz, et o'tirnoqmiz. Lekin men bu haqiqatni juda ham kech angladim. Men afsus. Akajon. ijodkorlarimizga tashakkurimizni izhor etamiz. Endi kechamizni navbatdagi tabriklar va xutoblar sahifasiga o'tamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, mehmonlarimizni tabrik uchun sahnaga taklif etarkanmiz, tabriklarni qabul qilib olasiz. Dastlab tabriklarni yo'llash uchun Andijon viloyati kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Muhammad Rasul Qayumov hamda viloyat teatrimizda kasaba uyushma qo'mitasi raisi Xayrullo Jo'raboyevlarni birgalikda taklif etmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum, tadbirimiz mehmonlari, aziz ustozlar. Ruxsat etsanglar, ustozga tabriknomamiz bor, o'qib eshittirsam. Qadrli Ziyovuddin Shakirovich, O'zbekiston madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyati birlashgan qo'mitasi sizni muborak 70 yoshingiz bilan qizg'in tabriklaydi. Sizning benazir ijod yo'lingiz, qalamingizdan tug'ilgan chiroyli she'rlar va sahna asarlari xalqimiz ma'naviyatiga ulkan hissa qo'shmoqda. Sizning ijodiy faoliyatingiz nafaqat adabiyot va san'at ahli, balki minglab kitobxonlar, teatr muxlislari qalbidan munosib o'rin olgan. Uzoq yillar davomida Andijon viloyati yoshlar dram teatrida samarali mehnat qilib yaratgan sahna asarlari, doston dramalaringiz yurtimiz ma'naviy hayotini boyitgan sermahsul va sharafli hayot yo'lingiz yosh avlod tarbiyasi uchun yorqin namuna desak mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli Ziyovuddin Shakirovich, muborak yoshingiz qutlug' bo'lsin. Sizga sihat salomatlik, uzoq umr va tinch fayzli hayot ilhomingiz bardavom bo'lishini tilaymiz. Sizning mehnatingiz, ilmiy badiiy faoliyatingiz va ustozlik maktabingiz har doim e'zozda bo'ladi. Bo'lgan kunlar bilan tabriklaymiz.
aziz mehmonlar, sog' bo'lasizlar. Avvalo xafa bo'lmang, sochlar bo'lsa oq. Ko'ngil rangi aks etganingda bosib o'tgan yo'llarga qarang, ne qildingiz? Dil yayrar shunda. Bugun sizni tanidi butun el, chunki bordir xo'p xizmatingiz. Ey kasbdosh Ziyo Najmiy, qutlug' bo'lsin ulug' yoshingiz. Ziyo aka, bugun 70 yoshga to'lmoqdasiz. Bu qutlug' yosh insonni hayot va ish jarayonida toblanib, o'qib, o'rganib, katta tajriba to'plab, eng shaxlangan, kerak bo'lsa komillik darajasiga yetgan davrdir. Bugun viloyatda siz ustozni tanimaydigan, bilmaydigan inson bo'lmasa kerak. Viloyatda o'tkaziladigan barcha tadbirlarda sizning shogirdlaringiz muntazam qatnashib, nafaqat viloyatimiz nufuzini oshirishda, qolaversa Andijon ahli madaniy dam olishi, nazm va navo sehridan bahramand bo'lishiga o'z hissangizni qo'shib kelmoqdasiz. Muhtaram Ziyo Najmiy, bir so'zla aytganda, siz nafaqat Andijon viloyatida, balki butun O'zbekistonda madaniy va san'at sohasiga rivojlantirish, istedodli yoshlarni kashf etish va ularni iqtidorlarini namoyish etishlarda his-qudurdan ko'maklashuvchi jonkuyar ustozsiz. Madaniyat va san'at fidoyisiz. Sizga uzoq umr, qisqa salomatlik, oilaviy tinchlik va xotirjamlik, ijodiy parvozlar tilaymiz deb men 70 yoshda endi keskin bo'ladi-da, to'g'rimi? Mana shu keskin bo'lib qilib qolaman. Bir-biridan chiroyli tabriklar va sovg'a salomlar taqdim etiladi. Navbatdagi tabrik uchun so'zni mamnuniyat bilan O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi Andijon viloyati bo'limi boshlig'i, xalqimizning sevimli shoirasi Xurshida Bahorjon qizni taklif etamiz. Marhamat. Sizga madad bersin Xudoyim. Siz el uchun bo'ling madadkor. Gul ochilsin yo'llaringizda, qalbingizda yashasin bahor. Duolarning xosiyatidan nur yog'ilgay oy yulduzlardan. Sizga nigoh tikkanlar haqqi asrasin haq. Yomon ko'zlardan yurt deb urib tursa yuraklar, ezgulikka bo'lsa chin hamroh, inshaalloh saqlagay omon sizdek ulug' zotlarni Alloh. Assalomu alaykum qadrli adabiyot va san'at muxlislari, aziz ustozlar, bizning shoirimiz O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi adib, dramaturg Ziyo Najmiyni qadr qilib kelgan azizlar, barchangizga bugungi adabiyot, san'at, she'riyat bayrami muborak bo'lsin. Azizlar, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri ustozimiz Sirojiddin Sayyid, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi Ziyo Najmiyga tabriklarini, esdalik sovg'alarini, pul mukofotlarini yo'llaganlar. İjozatingiz bilan shu tabrikni o'qib bersam. O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi, shoir va dramaturg Ziyo Najmiyga. Hurmatli
Ziyovuddin aka, sizni O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi rahbariyati va ko'p sonli a'zolari nomidan qutlug' yoshingiz bilan muborakbod etamiz. Bugungi qutlug' ayyom siz uchun qanchalar quvonchli ekanligini yaxshi his etib turibmiz va hayajon va quvonchlaringizga sherikmiz. Siz 1955-yil 5-oktyabrda Andijon shahrida tug'ilib voyaga yetdingiz. Andijon shahridagi 27-o'rta maktabni 1980-yilda hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetini tugatdingiz. 1991-yildan 2015-yilgacha Andijon viloyati yoshlar drama teatrida adabiy bo'lim mudiri bo'lib ishlagan davringizda kasbingizga bo'lgan mehr-muhabbat tufayli jamoa a'zolari hamda adabiyot muxlislari orasida hurmat, e'tibor qozondingiz. O'tgan davr mobaynida siz yozgan 10dan ziyod sahna asarlari sizni dramaturg sifatida elga tanitdi. Mo'jizalar olami teatr tomoshasi, Zanjirband she'r fojiasi, Qirqilgan kokillalar fojiasi, Adolat tug'ini baland tut yoshlik shou tomoshasi kabi sahna asarlaringiz Andijon viloyati yoshlar drama teatrida sahnalashtirildi. Andijon viloyati Lola Qo'g'irchoq teatri sahnalashtirgan Allajonning rohati ertak spektaklingiz Respublika Qo'g'irchoq teatrlari festivalida 3-o'ringa loyiq deb topildi. Sizga talpinaman Sog'inch deb nomlangan she'riy, Zanjirband she'r nomli dramalar, Muhabbat navolari nomli g'azallar to'plamlaringiz kitobxonlarning ko'ngil mulkiga aylangan. Qismat deb nomlangan telenovelangiz 2002-yilda Andijon viloyat yoshlar teleradio kompaniyasida tasvirga olingan va bir necha bor teletomoshabinlarga namoyish etilgan. Sizni Andijon viloyatida muhim sanalar munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirlarining ssenariy muallifi sifatida ham yaxshi bilamiz. Yana bir bor qutlug' 70 yoshingiz bilan muborakbod etarkanmiz. Sizga uzoq umr, sihat salomatlik va ijodiy yutuqlar tilaymiz. O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said. Men sahnaga ustozimiz, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi, Do'stlik ordeni sohibi Farid Usmonni taklif etaman. Marhamat, yoshlarimizni vakili Muhammad Rasul xizmatda shoir yigit. Endi mana raisimizni sovg'alarini Farid Usmon ustoz bilan birgalikda yubilerimizga taqdim etishga ijozat berasizlar. Men eng avvalo mana pul mukofoti va bu yuborilgan tabrikni sizga taqdim etaman. Shu bitta Bobur muzeyida uchrashuv qilaylik, ijodiy uchrashuv dedi. Kim bilan uchrashuv qilamiz desam, 5-maktabda o'quvchilar bilan kelaman dedi. Xo'p dedik. Shuni hech kimga aytmaganmiz. Shunchaki o'zimiz men oddiy bir ijodiy uchrashuv o'tkazamiz deb borib, endi ijodiy uchrashuvni boshlaymiz deb tursak, o'shanda mana shu singlimiz Xushida ham sovg'a salomlarni ko'tarib kutilmaganda kirib kelgan o'sha joyga. Bu hech qachon esimdan chiqmaydi. Unaqa yubiley ham boshqa ham hech narsa emas. Shunchaki bitta oddiy ijodiy uchrashuvdir. Lekin shu men a'zoyim emasman bularga. Yoshlar uyushmasiga.
hech qanday yo'q. Lekin shu haligi ziyrakligini e'tirof etmoqchiman-da. Shu e'tiborga olgan holatda sovg'a salom bilan kelib, meni tabriklaganidan keyin men sovg'a salomni olib uyga borgan turmush o'rtog'im, bu nima deb so'radi. Bu mendek bir hali injiq odam bilan 30 yildan beri yashayotganim uchun senga sovg'a deb. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi chiqargan yangi kitoblar sizga. Shu bizni yozuvchilarni tepasida rahbar bo'lib, hammamizni ko'nglimizni ovlab yuradi. Bu ehsonda bu singlimizni ham duo qilib qo'yasizlar albatta. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar, viloyatimizni adabiyot va san'at muxlislari. Mana bugun bu yerda katta bir to'y bo'lyapti, katta bir tantana bo'lyapti. Men hozir mana shu yerda o'tirib juda quvondim. Sababiki bu teatr tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu teatrda adabiy emakdosh bo'lib ishlagan Komil Yashinday insonlar bor. O'tib ketgan. Xudo rahmat qilsin. Demoqchimanki, bu teatrdagi adabiy emakdosh bo'lish, mana Komil Yashin yozuvchiga keyin bu dramaturg bo'lib, Yozuvchilar uyushmasini, Respublika Yozuvchilar uyushmasini 20 yillab boshladi. Butun O'zbekistondagi yozuvchilarga boshliq bo'lib, adabiy jarayonni rivojlanishga juda katta xizmat qilgan insonlardan edi. Mana endi ziyoratimda xursand bo'lgan yerim shuki, mana necha yillar shu teatrda adabiy emakdosh bo'lib dramalar yozib yurdi. Uni yozgan asarlari kimlargadir ma'lum bo'ldi, kimlargadir ma'lum bo'lmadi. Lekin tinimsiz mehnat drama yozib yurib, shu yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ldi. Ana shu jihati juda ham muhim va e'tiborli. Bu teatrda xizmat qilib, yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lish ham oson emas. Nechta adabiy emakdoshlar o'tib ketdi, ishlagan bu yerda ko'p adabiy. Shularda, mana shularning qatorida eng bugungi davrda, mustaqillik davrida Ziyodan yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ldi. Ana shu asarlarni e'tirof qilinganligini bir jihatidir. Ziyoda sizning katta shoir, katta yozuvchi, katta bir tarbiyachi, murabbiy, pedagog ekanligingizni biz juda yaxshi bilamiz. Siz bilan yonma-yon yurib, mana shu Andijon havosidan nafas olib yuribmiz. Sizning faoliyatingiz xalqimiz uchun juda ham e'tiborli edi. Aziz do'stim, men mana bu kitoblarni sizga bu kitob besiz kelmadi bu yerga. Sababiki do'stim hayoti va ijodi haqida Badiya degan asar qissa bu mana shu teatrga Sharxondan kelib, juda ishlab yurib, keyin Toshkentga o'qishga borib, keyin Moskvada o'qishlarda o'qib, rejissura bo'lib, o'zbek televideniyasida 20 yildan ortiq xizmat qilgan Xolid Hoji haqidagi qissa hisoblanadi. O'qiysiz, Tolpagani hayoti bilan tanishasiz, katta ulkan artistlarimizni hayoti bilan tanishasiz. Endi mana ularni esa shu teatrning kutubxonasiga sovg'a sifatida. Chunki Tolpagani hurmati, qolsa sizlar adabiyotni juda qadrlaydigan ijodkor ekanligingizni inobatga olgan holda teatr kutubxonasiga topshirmoqchiman. Bu mana jo'ralar deymiz biz Andijonda Muhammad o'zbeklar jo'ra deydi. Jo'ra deganlar bu gap yeb, choyxonada o'tirib, choy ichib, osh yeb, ulfatchilik qilib yuradi. Bir-biriga jag qadr qilmaslik ketadi. Shu tadbirlarda, marosimlarda o'sha qadr qilgan do'stlar kelib berdi. Mana shularning qatorida bu yerda Avazbek, mana Asadullo do'stim, Durbek o'tiribdi, To'lqinjon, Abirsidir. Endi biz ham o'zi jo'ra bo'lmasak ham sizni ko'chalarda ko'cha jo'rasimizda, ko'cha jo'rasi deyish mumkin, lekin qadr. Mana shu ma'noda yana bir Ziyodinga uzoq umr
boshlardagilarda Andersen degan bir yetakchi bor, bilasizlar, Andersen degan yetakchi ikkita so'ylab tish qo'yar ekanda. Aytar ekan tadbirlar. Mana shu ikkala tishim tushib ketgandan keyin ijod qilmayman men dedi. Ertaga yozmayman dedi. Shu yog'inda hali tishlari bo'lsa. So'z bergan hamma do'stlarimga rahmat aytaman. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Yurtimiz tinch, elimiz farovon bo'lsin. Rahmat. Bizni teatrda ochgan, yoshlar teatrda ochgan bolalarga ham yig'ib, endi etarlar qarsalar bo'ldi. Zo'rboy Halilov direktor bizga boshqa endi bir marhamat qilib bo'lsa, bizni yoshlar teatri direktori Zo'rboy Halilov marhamat bizni teatr nomida boshqa hisob bo'lib kelgan. Keyin haqiqatdan shoirni topib, ayniqsa mana shu yerda bir do'sti bor. Odiljon Nishonov hojatga borlar. Shu odam qiyomatli do'stimiz. Shu mana hojga borib keldilar. Birinchi topgan odamlarni menga topdilar, menga aytdim. Hozir bugun borolmayman, ertaga albatta boraman dedim, lekin nasib etsa mana endi 70 yoshligini birga o'tkazyapmiz. 80, yo'q 90 bersin, 100 bersin, birgalikda o'tkazaylik. Inshaalloh birgalikda o'tkazaylik. Mana shu yerda o'tirgan hamma akalar, mana hoji akalar, mana shu akalarda hammasi hoji aka, o'sha shoirlar. Ularsiz men anchada mamnun bo'ldim. Shular borib, mana shu teatrni topib 24 yoshimda mana nimada gastrisada 3-etajda 18-xonada olib kelishgan. Toshkentdan jo'natishdi. Baxtiyor degan ustoz. Sen bor, Anjanli to'yga borasan. Agar shu ishga kelsan, men Bolgariyaga borib kinoga chiqib kelaman. Shu bilan men keldim o'sha 18-xona bor magazin. O'sha 18-xonada hamma Olim degan Qo'qonlik opani asarni boshlagan. Asosan Shitda boshladim, lekin yoz teatrimiz ana bog'da oxirida rahmatli Muhiddin Mirzajon akadir nimamizda hokimiyatimizda hokim o'rinbosari bor. Shu kino spektakl juda chiroyli bo'lib, keyin ertasiga chaqirib, nima qilasan? Seni qo'yishmayapti. Seni kalika asos qo'ymayapti. Shu bolani olib qolaylik. Nimani izi bor ekan bu odamda. Teatrda eng oldin o'tib qolgan, bosh rejissor o'tgan rahmatli Abbos Bakirov. Abbos Bakirov haqiqatdan biz
Toshkentda o'qiyotgan vaqtimiz o'tganini eshitganmiz. Men kelmaganman. Shu bilan butun andijonliklar meni aniq bilaman. Hamma hurmat qilardi. Endi xullas kalom, mana shu shoir bugun meni yonimda hurmat topib, izzat topib, ikkita bayvoy o'g'li bor, qizlari bor, farzandlari shu, ularda to'ylarini ko'rdi, ishtirok etdi. Baxtimga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Salomat. Barcha ustozlarimizga assalomu alaykum deymiz. Men hozir juda ham hayajondaman. Hech qayerga konsertga ham hayajonlanmaymiz, tadbirda ham hayajonlanmaymiz. Lekin bunaqa tadbirda hayajon bo'ladigan sababi bu yerda tarbiyalab o'tirganimdan ustozlarimizni, ayniqsa o'zimiz aktyor bo'lishimizdan qat'iy nazar rassomchilikka qiziqqan ustozlarimiz Murod ustozimiz shu yerdalar ekan. Avvalo Ziyoka ustoz sizga teskari qarashmoqni to'g'risi, yoningizda turib teskari qarang. Men sizni ismingizni ham tahlil qilib chiqdimda, sizni hatto ismingiz Ramiz ustoz aytgandek arabcha so'zdan olingan bo'lib, ziyo, ya'ni nur taratuvchi. Najmi ham hatto porlab turgan yulduz ma'nosini bildiradigan. Qiziqdim. Demak, bizni nasib qilganimiz Alloh tomonidan kelindi, biz chaqirilmasak ham bu deb bejiz emas, ismingiz ham shu narsalarga bog'liqligini ko'rib hayron bo'ldim. O'tirib, teg o'tirmadi. O'zingiz aytasiz, hamma narsani tagi bilan surishdi, ichiga kirgan. Va bitta narsani menga aytdingiz, mening niyatim, men mana shu teatrda ham 4 yil aktyorlik qildim, yoshlar teatrida ham 2 yil aktyorlik. Ustozlarimizni ko'rganimdan xursandman. Bu yerda mana Farid ustozlarim, Xurshid opa, o'zi boshlarimiz sizlarning dardlarida hamma ustozlarni ko'rganimdan xursandman. Va yoshlarimiz va tengdoshlarimga shuni havas qildimki, kattalarga bularning yoshidek ittifoq bo'lib biz ham o'tiramizmi shu yerda. Biz 70 ga kelib bunaqa taxtda o'tirganda, mana shu yerda o'tirgan ukalarimiz bizning orqamizdan tabriklaydi degan narsa hayajonimizni bosdi. Shu narsalarga yetib borishni o'zi katta bir yutuq bo'lsa kerak deyman. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deydi. Shuning uchun havas qilib, hozir ishonsanglar, hech qayerda qaltiramaganman. Katta zallarda ham, lekin yuragimdan qaltirash bor. So'zimda bilinmaganidan so'z topish ham qiyin ekan. Va biz agar siz aytdingiz, yoshlar teatrini asos solgansizlar ustoz bilan, agar sizlar asos solmaganinglarda biz bola chaqamizni shu yerdan ishlab oyligimizni topmay 50 ta xodim shu yerda nonini topmagan bo'lar ekan. Va sizlardan minnatdormiz, barcha ustozlarimiz, tarbiyalarimizddan. Sizlar bizga yoshlarga shuncha sharoitlar beryapsizlar, biz sizlarning ishinglarni davom ettiramiz xolos. Biz qurishimiz uchun harakatda qudrat kerak ekan. Sizlar qurib bergan narsalarni biz eplab ushlab tura olsak, shuni o'zimiz uchun katta baxt ekanini bildim. Va barcha o'tirgan talabalar ham bor ekan, ukalar, do'stlar, san'at sohasi bitta. Nimaga sport sohasi tez rivojlangan, unga e'tibor katta qaratiladi. Boshqa sohalarga e'tibor qaratiladi. Mana madaniyat va san'atga ham mana yurtboshimiz juda ham katta e'tibor qaratiladi. Lekin bitta narsani unutmaylik. Bir-birimizga bo'lgan san'at sohasidagi hasadni yo'qotsak, shunda menimcha san'at sohasi cho'qqa kelishgan bo'ladi. Bu dunyo asli hayron bo'lib yaralgan. Ko'z o'ngingda necha bor vayron bo'lib yaralgan. Ko'klarga qo'lin cho'zib iltijo etar odam. Har inson har ishga qodir sarbon bo'lib yaralgan degan ustoz 70 yillik yubileyingiz muborak bo'lsin. Do'stlarimiz nomidan Andijon viloyati yoshlar teatrining tamandoshini qo'ygan shu Mannon ustozimiz bilan hamkasb bo'lgan ekansizlar. Sizlar duo qilavering, biz cho'qqa erishaylik. Biz cho'qqa erishganimiz sari bizni orzularimizni ko'rib yurishlarni xohlaymiz. Umid uzoq bo'lsin. Hamkorligingiz bo'lmasin. Endi bizda ham bir odat bor. Lekin biz chaqirilgan mehmonlarmiz. Arzimagan bo'lsa ham ichini uyda otsangiz ham mayli ustoz, bu sovg'amiz sizga. Mana bu kunni esa kinoga berib qo'ysalar aytgandek. Seni shu sotib oldim deb qo'yasiz ustoz.
chiroyli bir e'tibor uchun, ustozlarimiz kelgani, tashrif buyurgani uchun va sizlarni ko'rganimiz o'zi biz uchun bayram bugun. 70 yoshli yubileyingiz muborak bo'lsin. Barcha jamoamiz nomidan sizni qutlab qolamiz. Viloyat teatri direktori Bekzod Kamoldinovичga ham biz minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday 70 yoshli yubileylarni bizga ham nasib qilsin, shunaqa 70 ga kelgan xodimlarimizni yubileylarini chiroyli qilish. E'tiboringizni jo'nataman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, mehmonlar. Endi bu katta ustozlarni oldida gapirish hozir juda ham noqulaymizni his qilyapman. Sababi Ziyod Najbek bizga nafaqat hamkasb, balki hayotda ham ustoz, ham otadek bir kishi bo'lib qolgan. Mana biz avval yangiliklarni ko'proq gazetalardan izlardik. Mana vositaga ustozim turibdilar. Xolis gazetasi u paytda respublikada juda ko'p tirajga ega edi. Qo'lma-qo'l bo'lib o'qilardi. Bugun qanday ijodkorni, qanday yangiliklarni o'qirimiz deb juda orzu qilib kutardik. Shu vaqt ichida Ziyokani ham bir qarasang bir she'riy janrda, bir qarasang proza janrida, bir qarasang yana jurnalistika sohasida chiqib kelardi. Biz juda ham sevib o'qirdik o'sha paytda. Endi yuqorida hozir aytishdi, o'sha paytda bosma axborot rivojlangan bo'lsa, hozir internet nashri bugungi olamimiz tasavvur qilish qiyin. Ziyoga nafaqat yozuvchi, shoir, dramaturg, jurnalist va shu bilan birga katta filolog bo'ladilar. Chunki bitta xonada o'tirib ijod qilardik. Bugun mana bu ishimga bir ko'rinib kelmasam bo'lmaydi. Rahmatdan gap eshitaman derdi. Shu biz bu insonni aytmoqchiman, bu insonni energiyasini ko'rib, biz ham mana shu kuchga, shunaqa bir quvvatga ega bo'lsak ekan deb bu insonga juda ham havas qilardik. Hozir Facebookga kirasizmi, Instagramga kirasizmi, Ziyokani birinchi rasmi chiqib keladi, chiroyli go'zal rasmlar. Ana undan keyin yozgan narsalar chiqib keladi, undan ham go'zal. Shu ma'noda aytmoqchiman, ustoz juda ham serqadam ijodkor. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baxtimizga mana shu teatr sohasida yana ko'p yillar ishlash sizga nasib qilsin. Sizdan oladigan, o'rganadigan hali ijodiy narsalarimiz hali ko'p. Xudo xolasa biz sizni yoningizamiz. Rahmat ustoz. Meni qadrdonlarim Sherzodbek, Bannoxon, Suvoyjon, ular meni juda ham Sherzod degan yanimizda kelib qo'shildi. Bannoxon, Voyjonlar bilan umrimiz birga desak, to'ylarimiz, yomon kunlarimizda ham yelkama-yelka turib, mana birga yashab shu kungacha kelyapti meni qadrdonlarim. Ularni haqqiga ham duo qilasizlar. Farzandlarimni orzu qilasizlar. Kamolni ko'rib yashashsin. Ziyoga 70 yoshingiz muborak bo'lsin. Yoshlar teatrida mana shu zabardast aktyorlarimizni biz kerak bo'lsa siz ham shogird edik. Hali ham shogirdingizmiz. Yoningizda shunaqa bo'lib yurganimizga shukr. Uzoq umr ko'ring, sog' salomat bo'ling. Salomat bo'ling ustoz, omon bo'ling. Mana kelishib olaylik. Bizni 70 yillik yubileyimizni ham kelib tabriklaysiz. Ha, kelishdik. Judayam chiroyli samimiy so'zlar aytilyapti. Hali oldinda samimiy so'zlarimiz ko'p. Lekin hozir direktor qo'ymaslik uchun bugungi mana shu kun sabab bizni teatrimizga yana bir mehmonlar poytaxtdan tashrif buyurishdi va ustozni qutlash uchun siz azizlarni xursand qilish uchun o'zlarini go'zal bir ijodlaridan, san'at asarlarini e'tiboringizga qabul etadi. Demak, birgalikda qarshi olamiz. O'zbekiston davlat Rus akademik drama teatri ijodkorlari qutlanadi. Yangi oshpazlikda Qirmizi olma spektaklidan parcha. Sahnalashtiruvchi rejissor O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston san'at arbobi Valijon Umar. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.
yok. Çay fark et. Hamma yoğun. Taptaze. Prosta süper. Kimse canım atır. Ticaret bulmayın. Mısır'ın sözünü için Vay rahmat babacan. Şimdi sayısı bana ganizden yayrak huzur kalamak çok olur. aynen tekrar huzurlarını götürgen götür. Hadi. Sizce o'zingizga tartibda yardım etib Vay. albatta birinchisi loy aylanib ketdi. Ikkinchisi Vay. filiz yashadi. Uchinchisi Çay. aylanib ketdi. Yormadim bunisi menga. Mana bunisi esa sizga. Qani. Xo'sh, xush kelibsiz jonim otim. Belgili yaxshimi? Qarindosh urug'lar, qaynbo'yinlar, o'zayliz, o'g'il qizlar, uzoq yaqin qarindoshlar. Chopqilar, yurishsin. Hammasi yaxshi babajon. Sizga salomat bo'lsin. O'zingiz ham tabiiy qadrlaringizdan insonlarga yaqinlashib, charchamay turibsizmi? Xudoga shukr. Dunyo ko'pincha qiyin ama siz So'zimni ko'zingizga olmang-ku. tushundim babajon. Haligi gapni aylantirmasdan maqsad tuting demoqchisiz-da. Shunga odam sadaqasi ketsa, qaynalib ketdi. Mayli, babajon. Siz bilan Ruxshona xonni doğrultu. Bizga yetti qadamga tushib borgan. Jonim otim. Kunchi va Mahali qaysi tarafda? odoblilikka men kalina Gulbahor qishlog'idan kelaman. Jonim otim. Gulbahor qishlog'ida o'zingizga mos xos hisoblayman. Yo'q, momo. Haligi nevarasi chivarligini, ozodaligini san'atdan sag'ishda zo'r chiroyli qizligini eshitgan o'g'li illaki oyijon Ruxshonaxonga uylanaman, boshqasiga uylanmayman deb ikki oyog'ini bir etga tiqib turavergan. Momo shuning uchun keldi. Tushunarli. Mulkini ko'rib o'zini ol, onasini ko'rib qizini ol deydi. Nevara qizimni ota-onasi o'zga yurtlarda rizq nasibasini teraman deb ovora sarson bo'ldi. Nevara qizim meni tarbiyamni oldi. Meni qaramog'imda katta bo'ldi. Endi taqdir peshona qo'shigan bo'lsa, so'lga pushaymon, o'zingga dushman deydilar. Qo'y pushaymon bo'lib qolishdilar. Bu nima deganingiz, momo? Xafa qilyapsiz. Axir mening o'g'lim faqat Ruxshonaxonga uylanaman deb ikkita oyog'ini bir etga tiqib olgan gaplarmi, momo? Shunaqa deng. Ha? Xo'sh, sizni xo'jayingizni tasbihkorni Xo'jayin. Tarix fanidan maktabda o'qituvchilar. Men bo'lsa rus tili va adabiyotdan dars beraman. Biz
qadim zamonda bir yigit notanish bir go'zal qizni sevdi. Uni ishqida yonib, kuyib, dardini onasiga aytdi. Onaizor otasi bilan maslahatlashdi. Qizi ota-onasi yigit ota-onasi qizni oberamiz, nasl nasabini surishtiraylik. Qizi ota-onasi risoladagi insonlar ekan-u, lekin qizi onasini onasi suyumagan. Ota-ona norizo bo'lsa ham yigit o'yniga qaradi. Qizni oberadigan bo'ldi. Chunki yigit sizni o'g'lingizga ikki oyog'ini bir etiga turmabdi. To'y qilib oberishgandan so'ng yigit 40 kechayu 40 kunduz sevgan yorini husni jamoliga qoshiga tikilib chillon qizdi. Yigit kasbi savdogarchilik ekan. Boshqa shaharga ketadigan bo'ldi. Bozorga borib tuya sotmoqchi bo'ldi. Qadimda jonni odam molni sotsa, zotini, naslini, aybini aytib sotadi. Yigit xaridor bo'lgan tuyani egasi, tuyam zotdor, baquvvat, lekin bitta aybi bor. Tuyani onasini ko'rmay ko'rsa, yotib oladigan odam. Yigit tuyani sotmoqchi. Shoyi shavqalarni tuyaga ortib karvon bilan yurdi. Karvon yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Va nihoyat Sirdaryochi bo'yiga tuya Sirdaryoning sayoz joyidan o'tayotganida birdan yot oldi. Yigit qancha urmasin, tuya hech turmasin. Shunda yigitni achchig'i chiqib, pichoqni sug'urib olib haligi tuyani bo'g'izlab tashlab qo'ydi. Shu payt yigit ko'ngliga xotiniga nisbatan shubha uyg'onibdi. Karvonni qoldirib yarim yo'lda uyga qaytib borib, oyoq uchida sekin uyga kirib, ne ko'z bilan qarasinki, uni xotini bir yosh kelishgan yigit bilan o'ynashib o'tirgan. Yigit nomusga chidolmasdan pichoqni sug'urib olib, tuyaga o'xshab, xotinini ham, yigitni ham bo'g'izlab tashladi. Voy baloch! Nimalar? Ko'rdingizmi jonim otim? Nasl nasabini, zotimni bilmaganlarning boshiga mana shunday voqealar tushadi. Shunaqa. Molajon, bu rivoyatmi? Yo'q, jonim otim, bo'lgan voqea. Ha? Momojon, qabilangizni o'g'limga berasizmi? Jonim otim, xafa bo'lmang-ku. Yetti pushini bilmaganga. Chiroyli raqs qilishadi. Sizga bir raqs qilib beraymi? Ovora bo'lmang. Voy zo'ravor, ko'nglingiz yumshab, nevarangizni o'g'limga berishga rozi bo'lsangiz bo'voy. Ha? Pul so'ramayapman-ku. Tekingan. O'ynay qol. Thank you.
Davom etamiz va tabriklarga imkon bermoqchimiz. Ayni daqiqalarda qolaversa dasturxonlar tayyor, Oxon To'rayev allaqachon damlanib bo'ldi. Albatta birozgina vaqtimiz bor. Mana shu vaqtda unumli foydalanib chiroyli tabriklardan va albatta yana bir necha chiqishlarimiz bor. Imkon qadar ulguramiz degan umidamiz. Va Andijon viloyati nuroniylar jamg'armasi nomidan vakillar tashrif buyurgan ana shu mehmonlarimizga tabrik uchun imkon bersak, marhamat. Sahnamizga taklif etamiz. Nuroniy jamg'armasi Andijon viloyati nomidan avvalambor rahbarimiz O'ktam Axunov ishni salomlarni sizlarga yetkazmoqchiman. Hamma sizlarga o'zimni aytib qo'ymoqchi bo'lgan sababli shu qog'ozga tushirilgan ozgina shu jurnalistni o'z salomlarini aytmoqchiman. Yosh o'tgan sari achchiq taqadim qoladi. Hurmatli Ziyoddin Shokirovich, sizni tavallud topgan kuningiz 70 yilligi bilan Andijon viloyati Nuroniy jamg'armasi kengashi, Nuroniy jamg'armasi Andijon viloyati bo'limi hamda Andijon viloyatidagi 300 dan ortiq nuroniylar nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod beramiz. Siz uzoq yillar davomida shoir dramaturg sifatida samarali mehnatda qilgansiz. Siz o'z kasbingizga bo'lgan mehnat muhabbatingiz tufayli hamkasblaringiz va viloyatimizning she'riyat muxlislari orasida katta hurmat qozongansiz. O'tgan davr mobaynida siz dramaturg sifatida o'nlab, yuzlab asarlarni yaratdingiz. Bularga misol qilib, viloyatimiz teatrlarida sahnalashtirilgan Mo'jizalar olami, yoxud san'at Saboyi Nafisa, Zanjirband she'r, adolat tug'ilgan tug'ini baland tut kabi asarlaringizni keltirishingiz mumkin. Bundan tashqari sizning shoir sifatida sizga taqdirlaman Sog'inch kabi nomlangan she'riy to'plamlaringizni ko'plab she'riy ixlosmandlari qalblarni chuqur ifodalangan. Bugunda ham jon kuyar ijodkorsiz. Andijon ziyolilarining eng yaxshi andarga sodiq inson sifatida yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bizning nuroniylarimizdansiz. Qadrli Ziyoddin Shokirovich, bugungi tavallud ayyomingiz sizga Allohdan uzoq umr, sog'lik, salomatlik, davomiy va ikki olam saodatini tilab qolamiz. Doimo e'zozdagi ustoz nuroniy bo'lib, 100 yoshingizda ham farzandlaringizga, nabira va chevarlaringizga, shogirdlaringizga kamolini va baxtini ko'raverish sizga nasib bo'lsin. Andijon viloyati Nuroniy jamg'armasi raisi nomidan Axunov O'ktam Davletovich.
jur'at topdim. Rahmatli Sharqiy domlaga Abdulhamid Xurram shunday bir satrlar bilan tabrik aytgan ekan. Aylanib Sharqiy Falak 70 yoshingiz yana 70 yoshga bo'lsin, bu salomat boshingiz. Mana shu qaynoq satrlarini hozirgi mana shu davrdoshlar do'stlik qolar, do'stlik abadiy qo'shiqlarini havola etmoqchimiz. Ushbu qo'shiqlarni esa O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Andijon viloyati bo'linmasi xonandasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tursunboyev va kuylaydilar. Marhamat, qarshi olamiz. Ziyodnaka bebaho odam, bahosi yo'q. Hamma ishni olib boradi. 20-30 yil oldin bir she'r qo'shiq qilganman, shuni bermoqchiman. Do'stim, do'stlik qolur demoqchi. Marhamat.
dünyaya fidalar dostlik alır, dostlik o'tkinchi dunyoga fidolar do'stlik qolib do'stlik hamma shoirlarni she'rini qo'shiq qilaman. Meni vazifam. Nechta shoir bo'lsa shu yuzaga chiqaraman qo'shiqni. Niyat qilaman shuni. Yaqinda Harmakaga bag'ishlab qo'shiq yozgan. Men bu yerda ishtirok bo'lmay qoldim. Assamblea qo'llab bo'lmay qoldi. Harmaka haqida go'zal qo'shiq yozgan. Lekin bir narsa aytmoqchiman. She'rga haqida bir qo'shiq tayyorladi. Ruxsat bersanglar, she'rga haqida yaxshi bir qo'shiq aytib shu qilishadi. Bundan bir 25 yil avval to'lanizga yozib tashlab ketganmiz sizga. Shuni qo'shiq qilganman. Baribir she'rga ham, hammaga ham ustozlar hammasi bir xasir bo'lsin do'stlar.
Dilda kalkış kızı Dursun kaldır koşun haykırır Dilda kalkış kızı Kalkış kızı Güneşe kalkış kızı Kalkış kızı Güneşe kalkış kızı eng ishongan shoirlarni biz yolg'agan ketib qolmaylasizlar birgalashib to'ylar bo'lsa kuyov bola shu albatta birga John Alba, John
yosh shoirning she'ri Abdulla Yusufga yetib qo'ygan. Shu bola yozgan shu she'rni. Rahmat hammaga, salom berib sizga omad tilaymiz. Rahmat hammaga rahmat. Va ansambl Andijon viloyat musiqali drama teatrini ajoyib ansambllari zo'r bo'lishdi. Ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Va hozir sahnaga bir Andijon viloyatini zabardast rejissyorlarni taklif etmoqchiman. Ular ham ustoz va albatta viloyatimizdagi tadbirlar bo'ladimi yoki teatrlarimizdagi nufuzli spektakllar bo'ladimi, xalqimiz juda ham yaxshi bilishadi, yaxshi ko'rishadi. Ijozatinglar bilan ustoz rejissyorlar Isojon aka Ergashev, Alijon Asqarov hamda Javlon Jo'rayevlarni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Biz hozir Yusufboy Parkida o'shaga raqs kesgan bo'ladimi? Raqs dunyoga jurnali emaslar. Hozir gaplashishga majburmiz. So'ngan haqida ko'p gapirsa. O'zi aslida rejissyorlar faqat eshitadi. Dramaturg gapiradi. Ijodga ham juda ko'p gapiradi, men eshitadi. Hozir aslida men jim turish va eshitish bo'yicha musobaqani olib chiqqanman. Chunki shunday qarash mumkindan so'ng jim turish mumkin va ichki mag'lubiyatni his qilish mumkin. Masjidlardagi barcha havoyon bo'layotgan Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Zoykamman kechasiga xush kelibsizlar. Zoyka sizga Allohdan uzoq va sihat salomatlik tilaymiz. Doim sog' bo'ling, shunday noqiron bo'lib yuravering. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Ushbu ayyomlar muborak bo'lsin. Biz rejissyorlar doim biz vaqtimizga bor bo'ling. Bugun ham doim ish yuramiz sizga, rejissyorlar. Sizga yana bugun ham bitta ish. Men 70 yillik yubileyni qilayotganimda shu yubileyni seriyasini yozib berasiz. Demak, men qilgan bo'lsam, yuzga kirgan bo'lar shunda. Mana. Hozir Ziyon Nasriy hazratlarini bir eng so'nggi asar bor. Ulug' san'atkor Sherali Jo'rayev haqida bir musiqiy asar yozgan. Men turk berganman. Endi shu asardan kichkina fragment hozir biz shoirlarimiz ko'rsatamiz. Qani ko'ramiz. San'ati va madaniyat fidokori taniqli rejissor Mannon Hamidov tomonidan sahnalashtirilgan Abdulhamid Sulaymonovning Cho'lpon hayoti va ijodiy faoliyati, to'g'rirog'i hayotining so'nggi kunlariga bag'ishlangan Zanjirband she'r fojia fantasmagoriya janridagi she'riy dramadan bir lavha e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat.
qilgan ishlarim. Nahotki kimgadir kerak shu qadar mening tirik jismim mafqud sarobi. Yo'q, bu yanglish mash'um bir xato. Men mayli bo'laganim bo'ldi. Lekin mening kasbimga endi qarindoshlarim ham bosh ko'tarib yurmog'i qiyin. Yo'q aka, sirasiz tashvish tortmang. Singlim, Qazoyu qadarga biz ham rozimiz. Akajon, sizdek bir shoirni qadriga yetmay turmaga tashlagan bepok kimsalar bizga ham zulm qilmas deb xom xayol bilan ulardan muruvvat shafqat kutmoqli, chayondan asalli umid ko'rmoq, ilondan qaymoqni tilashga tengdir. Biz bunga tayyormiz, ishoning. Oyxon, Akajon, jon singlim, foiha bonim. Hech foydam tegmadi akangiz bo'lib. Yordam qilolmadim. Sizga og'adik. unday demang akajon. Endi esa men yozgan she'rlarim uyingizdan chiqib qolsa tintuvda sizning boshingizga ko'p tashvish ortar. Shuning uchun ularni yoqib tashlaysiz. Yoqib tashlash? Nimalar deyapsiz? Nega muxlislar qalbiga kirgan sirli she'rlarni nahotki yig'ib, yoqib tashlamoqni imkoni bo'lsa? Akajonim, o'zingiz bilasiz. Qancha she'ringiz mening vujudimga aylanib ketib, umrbod yo'q bo'lib ketgan-ku axir. Singlim, she'rlarim sen ham unutgin. Hech joyda o'qima ularni oshkor. Chunki bu it kabi suyovich zotlar agar bilib olsa mening ash'orim, unda senga ko'p yomon bo'ladi. Akajon, mayli yomon bo'lsin, mayliga. Bizni ham turmaga tashlasin, mayli. Sizsiz bizga rohat baxsh kunlarni neydan chora bor, akajon? Bu yurtda cho'lponga qarindosh bo'lgan kimsaga kun bermas yovuzlar endi. Shuning uchun sir saqla. Menga tug'ishgan singil ekanliging. Bas Bundan so'ng singlim. Bas o'ylamang, bag'rimni tilib. Nahotki o'zimni jonimni o'ylab, sizdan o'z tug'ishgan og'amdan tonsam men bugun. Jismimdagi jondan, tandagi qondan men qanday tonaman, akajon, ayting. Undan ko'ra men ham shular qo'lidan jon taslim qilganim ming marta afzal. Yo'q, unday emas. Hali paytlar kelarki, meni oqlaydilar, ulug'laydilar. O'sha yaxshi kunlar kelgan damlarni ko'rmoq uchun sen albatta yashashing kerak. Siz bizga o'sha faxrning, o'sha iftixorning ne keragi bor? Juda keragi bor. Men uchun kerak. Ijodimni qadr topgan kunlarim avlodlardan birov ko'rganim bilsam, o'lgan bo'lsam, qabrim ichra qiyomatga qadar shodon yotirman. Agar birortangiz u kunlarni ko'rmasangiz, u holda iztirob bilan ro'zi qiyomatgacha ochiq qolarim. Dunyoga to'ymagan ikkala ko'zim. Demak, ular kuchini qat'iymi, aka? Ha, singlim, xuddi shunday. Ziyo Najmiy biligisiga